AQShning kuch organlari Islom davlati jangarilarining bir guruhi kimyoviy qurol qo'llamoqda degan ma'lumotni tekshirishni boshladi. BBC muxbiri Laura Bekerning xabar qilishicha, Germaniyaning mudofaa ministrligi kurd jangarilari Islom davlati bilan bo'lgan urushdan keyin 60 ga yaqini nafas ola olmay o'zlarini yomon his eta boshlashgan. Islom davlati ularga qarshi kimyoviy qurollarni qo'llanishi mumkin deyishmoqda. Mazkur ma'lumot bo'yicha hozirgi vaqtda AQSh mudofaa ministrligi tergov ishlarini olib bormoqda. Misrda kunning keskin isib ketishidan 76 kishi vafot etdi. So'nggi bir hafta ichida havo harorati 47 darajagacha yuqorilagan. O'nlab kishilar og'ir ahvolda kasalxonaga yetkazilgan. Vafot etganlarning ko'pchiligi yosh kattalar. Shuningdek, ayrim ma'lumotlarga ko'ra, jazo muddatini o'tayotgan qamoqdagi kishilar ham halok bo'lgan. Mamlakatda har yilning avgust oyida havo harorati keskin yuqorilaydi. Bu galgi kunning issiqligi hayvonot bog'iga ham ziyon keltirdi. U yerdagi Bongo laqabli maymun yuqori havo haroratidan halok bo'ldi. Xitoyning Tenzin shahrida ro'yxatga olingan yong'inni o'chirish uchun hozirgi vaqtda 140 texnika va 1000 dan ortiq yong'inga qarshi kurashish xizmatining xodimlari ish olib bormoqda. Qutqaruvchilar voqea bo'lgan yerdan tirik qolgan kishini olib chiqishdi. Eslatib o'tsak, 12 avgustdan 13 avgustga o'tar kechasi zavodda yong'in chiqib, katta portlash bo'lgan. Oqibatda 50 ga yaqin kishi vafot etib, 700 dan ortig'i jarohatlangan. Shuningdek, 21 kishining qayerda ekanligi noma'lum. Hozirgi vaqtda voqea bo'lgan yerda yong'inga qarshi kurashish va qutqaruv xizmatining xodimlari ish olib bormoqda.